Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Ko'rib turganingizdek, sizlar bilan bugun men Caster. Bilaman, anchadan beri yo'q bo'lib ketdim, chunki ba'zi bir ishlar tufayli men kanalga video qo'ya olmadim. Xullas, ko'rib turganingizdek, biz bugun Hive Bed Wars'da o'ynaymiz. Ko'rib turganingizdek, bugun biz agar sal opit borligi uchun 60 FPS da o'ynaymiz. Bo'lmasam hozir biz kiramiz, oppa kirib oldik va men levelim ko'rishim mumkin. Ancha payt levelim 31 ga chiqib qoldi. Agar o'ynab turganimda allaqachon 50 ga ham chiqqan bo'lar edim agar xudo xolaganda. Bo'lmasam biz hozir kutamiz endi o'yin qachon boshlanadi. Menimcha bu yerda hozir mendan kuchliroq yo'q. Shuning uchun o'yin boshlanishini kutamiz. Xo'sh, oppa bo'ldi, o'yin boshlandi. Adashmasam men oldimdagi team AFKda turibdi. Men nega AFK turibdi shunisini tushunmayapman. Ayyo bo'ldi, AFKdan chiqdi. Yaxshi, biz endi hozir 5 ta iron yig'amiz va diamond generatorning oldiga borib olmos olib kelsak va o'zimizning generatorimizni upgrade qilsak bo'ladi. Xo'sh, qani bizda 5 ta va yig'ildi. Endi bo'lsa biz bloklarni olamizda ketdik. Endi diamond ya'ni olmos olib kelishga boramiz. Xo'sh, qani menimcha hali meni oldimdagi team ham qilichga ham blokka anaqa yig'yapti shekilli. Mayli, moqi qayta qolyapman, menda birinchi qilib tashlashim uchun men qo'lda u qilichda bo'lishi mumkin. Va uni qo'lda uchirib yuborguncha u meni nimadir qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men qilich olib olganim ma'qul. Xo'sh, qilich olamiz. Ko'rishingiz mumkin meni qilichim texture pack nomi Axofault. Agar bu texture pack kerak bo'lsa o'zimni opisiyaniyada qoldiraman. Xullas, bu menimcha bu tushadimi yoki tushmaydi. Oppa tushdi, yaxshi qani. Oppa bo'ldi, yo'q bo'ldi. Menimcha hozir men bazasi bor edi, chunki hozir blokni to'sib qo'ydi, yaramas. Xullas, hozir men bazanga borib shunaqa to'g'rimi? Bloklarni olamiz va endi to'xtaylik. Kelmoqchi shekilli. Qanaqa kelmoqchi sen qilichi, o'y kalla varam. Senda qilichi yo'q, tushunmayapsanmi? Tushib ham ketdi. Miyasi ishlamaydi. Xo'sh, biz o'zimizning bedimizni o'raymiz, shoshilinch bilan emas. Xo'sh, endi biz buni tushun. Endi bo'lsa bizda oddiy, ya'ni zanjirdan kiyim bor, lekin bu ham bizga ancha-munchagina himoya qilishi mumkin. Shuning uchun bizga bu ham plusga ishlashi mumkin. Oldimizda komandaman hozir biz menga olamiz bemalol. Men o'zimdan 6 talarni bu yoqqa solib qo'yaman, chunki 28 taga temir kiyim kiyishim mumkin. Xullas, hozir men blok olamanda, yonimdagi team oldiga borib, kravatni sindirishga harakat qilaman. Agar sindira olsam, sindira olmasam, bunisini endi xudo biladi. Xullas, u ham anaqa kiyim kiyibdi. Xo'sh, qani ko'ramiz kim yutar ekan. Oppa, yo'q bo'ldi. Ishqilib o'yindan chiqib ketib qolmasa bo'ldi. Iltimos, o'yindan chiqib ketma demoqchiman. Meni o'yindan chiqib qoldi. Mayli, uni narsalarni bor uxlatamiz, chunki biz o'g'rimiz obunachilar. Shuni unutmaylik. Xullas, nima qilamiz hozir? Men bu narsalarni boshimga uraman, o'chirib ochib ketgan kiyimni o'zing kiygan emas, menga umuman kerak emas. Xullas, biz hozir o'zimizga blok olamizda, bazamizga qaytamiz. Chunki biz hozir temirdan suvut kiyamiz va boshqa komandalarga hujum qilishni boshlaymiz. Agar men hozirda speedrun qilmoqdaman demoqchi edim, menga 3 ta komanda qoldi. Shu ham komandani mayli, unda biz hozir oltindan olamiz va temirdan sovut kiyamiz. Kechirasizlar, chalgashib ketdim va sovut ko'rishingiz mumkin, g'alati pushti ko'rinadi, lekin nega pushti shunisini yoqmayapti menga. Xullas, shunaqa qilib hozir biz ham kiyimlarni taxlab qo'yamiz bu yoqqa va blok olamiz. Iloji boricha ko'proq, chunki bizning oldimizdagi team zo'rda joylashgan. Oldimda bu tarafdagi team etashsam qizil rangda edi, adashmaganmiz, qizil rangda. Xullas, hozir boramiz va bu komandaning yonidan chiqishgan komanda yo'q bor ekan. Aynan men urushmoqchi bo'lgan komanda mas'ul, lekin bo'laveradi. Uning komandasi ayniqsa sal qo'z tushib ketardimi? Mayli. Xo'p, hozir borib tezroq kirka sotib olish kerak, bo'lmasa bu allaqachon meni bazamga ketavergan bo'lishi mumkin va kirka sotib olamiz va qilich ham asqotishi mumkin va uni sotdi va ketdi, bo'ldi, yaxshi. Uni yotog'ini yo'q qildik. Endi bo'lsa ketma-ket boshqa to'xtang, qara ketma-ket o'zi ikkita non komanda qo'ygan ekan-ku. Mayli, bo'lmasam hozir biz o'zimizga oltin olamiz va bloklardan ko'proq olishimiz kerak. Bizga juda emas qotadi. Va shunaqa qilib hozir meni kravatimni sindirish kerak. Adashmasam
ya'ni yotog'imni agar sindirsa bu menga plyuskan minuskan bilmayman lekin. Mayli, hozir ko'ramiz qanday ekan. Men lekin uni hech qayerda ko'rmayapman. Menimcha allaqachon meni bazamda, to'g'rimi? Ha, tushunarli. Meni bazamga borib, meni yotog'imni sindirib bo'lgan. Demak, men hozir yaxshi tayyorgarlik ko'rishim kerak va men hozir o'rtaga, ya'ni o'rta sentrga borib, anchagina izmurd yig'ib qo'yishim kerak. Hozir agar izmurd yig'masam, meni yo'q qilishi mumkin allaqachon. Agar unda diamondning qilich bo'lsa, ya'ni olmosdan qilich. U juda ham ko'p jon oladi, agar bilsanglar. 8 ta izmurd yaxshi va bu yoqda yana 8 ta izmurd va yaxshi. Va u meni bazamda o'tib shekilli, ha. U meni bazamda. Yo'q, tushunmadim. U qayerda hozir? Tushunmayman. U hozir qayerda? Xo'p, tushunarsiz. Ana shuni bilaman qaytib ketganini. Hozir ko'klam bazasidan o'tib ketdi. Figurlar bu yoqqa, uchinchi bu yoqqa bo'lib qo'yib ketdi, yaxshi. Biz hozir o'zimizga diamonddan qilich birinchi o'rinda va o'zimizga jetpack va uni taxolamiz va bitta ender pearl olamiz. Bu juda ham kerak bo'ladi chunki bizga. Va men bo'ldi, uni ko'rdim, yaxshi. Bu yoq tarafga adashib ketdim. Xullas, hozir u yoqqa qochib bizga qarab ender pearl otamiz. Yaxshi, va endi uni o'ldirishga harakat qilamiz. Hoppa, qochishga urinma, yaramas, qochishga urinma. Yaxshi, obunachilar. Shunaqa qilib GG dermada nimadir dedi, qarchi buni endi qolgan Amerikalar aytishadi. Bizda bo'lsa martabali yutuq deyiladi. Bilmadim, to'g'ri aytgan bo'lsam, noto'g'ri aytgan bo'lsam uzr. Xullas, men tengi bitta odam ko'rdim shekilli, mana va men to'g'rimni ro'paramda chiqadigan bitta team bo'ladi. Uni sen endi kim biladi? Yana bitta 30-levelli, tushunmadim. Yo'q, uni level mendan bir level pastroq. Tushunmadim, nega ikkalasini skini bir xil. Sizlarga g'alati tuyuldi. Mayli. Xullas, nima qilamiz? O'tdan qasaklaymiz, o'tiramiz, yo'qdan qilamiz, qarchi nimadir qilamiz-da, obunachilar. Nima u menga o'tib turadi, o'tib turmay, orqaga ketib qoladi. Salini biringa o'tib turasizlar. Kelasizlar, opasing, bittasi qori, bittasi oqroq. Manchaminisi neger bo'lsa kerak mana. Aytdim obunachilar, men nima dedim? Oldimda bo'ladi o'sha komanda dedimmi? Gapim to'g'ri chiqdi. Xullas, biz hozir endi 5 ta deyman. Qani men uni o'ldira olamanmi, yo'qmi, shuni sinab ko'ramiz. Tezroq yig'amiz va yig'ildi. Endi bo'lsa olamiz. Endi bo'lsa qurishni boshlaymiz. Adashsam yeta olmayman, to'g'rimi? Menimcha naqdini bilan yeta olmayman. Ha, yeta sakrayam olmadim. Mayli. Menimcha u ham tushib ketdi. Afsus. Borib endi biz hozir bo'lib qolamiz. O'yindan chiqib ketib qolmasa bo'ldi. Negadir hozir g'alati harakatlar qilyapti, nega tushib ketishini tushunmayapman. To'xta, quramiz, yaxshi, shu yerdan sakramagandirki, men ayanchli bo'lardi. Hop, men ba'zanga qaytaman, hozir ayron oldim kelib qolsa, qilib qo'yamiz. Shu yerga ham o'tib ketsa, lekin endi bilmadim o'zini. Xo'sh, upgrade. Qaqqa olsa. Yaxshi. Nima bu? Nima qotib qolishim shunday mayli. Xullas, hozir blok olamiz ekanmiz. Bo'tda xullas o'raymiz, kravat o'ramasa hozir kelib bitta sindirib tashlashim mumkin. Agar g'alati harakatlar qilyapti, sizlarga g'alati tuyulmayaptimi? Ancha men sanglayman. Xullas, uni bazasiga boramiz hozir. Opamga kanalda blok qo'yib ketibdi. Xullas, tushib ketmayman, iltimos tushib ketdim. Tushunmadim. Boqsa. Direkt xullas tushib ketdi. Borib, kravatni sindirishga ulgurmadim. Kravatni sindiramiz. Tushunmadim. Sen men o'zimni haqlab tutasan, 42-level sen o'zing tushunsanmi? 30-levelga qanday ketdim? Ancha o'ldirorganman. Ketding. Kejon. Bye deydi. Mayli. O'zimizga 1 million olamiz va olamizda bazaga qaytib bloklar olib, garajga olib, bu tarafdagi orange, ya'ni nima deyiladi? Orange'dan bazasiga boshimiz kerak, sekinroq harakat qilamiz. Tushib ketib qolmasam bo'ldi, tushib ketib qolsam shunchasidan ayrilaman. Ayniqsa yana bir nimadan ayrilishimdan qo'rqaman. Ko'pincha adashmasam temirli olmasa qilsa bo'lganda tushib ketib qolsam yomon ayanchli bo'ladi lekin.
shunaqa to'xtaylik, qo'ymani shunaqa bloklarni olamiz. Skirga olib endi mana bu yoqqa quramiz. Bo'lmasam ketdik qurish. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar obunachilar. Sizlar uchun biz kontent chiqaramiz. Sizlar bo'lsanglar biz uchun obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Shu men bu cheater-ku, bu qanaqasiga buni qo'chirib yuborish mumkin? Menga qaramasdan turib o'chirib tashlayapti. Bu qarang qanaqangi cheater. Mayli, sizlarni tinchlantiramiz. Hop qilib olamiz. Bir stak blok va uni oldiga bormaymiz-da, boshqa qarab qurib borganim ma'qul menimcha. Hozir men nima qildim, negadir nervim mayli ish nima qildi. Lekin asam bu zotda mayli boshqa tomoshamiz o'yna. Bu boshqa gap. Tinchlikda hech qanday cheaterlarsiz o'yinni boshlab oldik. Har doimgidek birinchi ishimiz diamond topib kelish va biz temir yig'amiz. Tezroq 5 ta yig'ildi. Qolsa hech asabimiz zo'r juda ham. Hoppa yig'ildi. Blok sotib olamiz. Menimcha hozir oldimda teammate harakatlanayotgani ham yo'q. Ichida negadir lag bo'lyapti. Juda lag bo'lyapti. Tushunmam, nima qilmoqchi bu? Men shuni tushunmayapman. Boryapti, magazinchi oldiga o'tishni sotib olmasdan yana yana direkt qaytib ketyapti. Yomon emasam zo'r ekan. Mayli, bittadona diamond beradi tezroq aytsan. 2 soat imilladi o'zi. Va bo'ldi, bittadona berdi, ketib qaytamiz. Tushib ketma shotdan endi bir bo'lib tushib ketsam. Sig'ir chumoq chiqara boshladi meni. Qo'y, hozir menga oxirida qarshi 57-levelga qolib ketsa, lekin yomon ham qiladi. Mayli, hozir bu yerda o'rashdayim. O'rashimcha qiyshiq o'raydi bu. Yaxshi, endi bo'lsa uni oldiga borishimiz kerak, chunki hozir juda ham g'alati qiliqlarni qilyapti. Shuning uchun hozir uni oldiga borishimiz kerak. Hozir hoppa bo'ldi. Negadir orada to'xtab turishimga to'g'ri kelyapti, chunki ekran smart almashuvi juda ham g'alati ishlayapti, shuning uchun. Hop. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir qaytaman. Bo'ldi, qaytdim, yaxshi. Endi biz uni oldiga qurib boramiz. U hali bazasida o'tiribdi, umuman ishi yo'q bedi bilan. Xullas men uni bedini sindirdim va uni o'zini ham o'ldirdim. Negadir o'zini qalada ham xalat tutib, faqat temir yig'ib o'tirdim, shuni tushunmayapman. Mayli, bloklarni endi bo'lsa faqat blok olamiz va bazaga qaytamiz. Adashmasam endi qolsani. Xullas quramiz. Bazaga qaytib, kirka olib, endi problem bazasini qurib boshlaymiz. Adashmasam o'sha aytgan Simon degan odam, ya'ni 57-levelli odam yashil komandada. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Endi uni qanaqa o'ynashini bilmayman. Qanaqa o'ynaydi va kimga o'xshab o'ynar yoki boshqacha o'ynar. Unisini bilmayman, shuning uchun kuzatib boraverasizlar. Tushunmam, bunchalik katta mer bo'lmasa bu. Atilabdan chankib 5 ta qilib qo'yganman, shuning uchun shunchalik katta tuyulyapman shekilli. Hoppa, ancha ko'klarniki hozir ketadi. Yaxshi boramiz, ko'klarnikini sindiramiz. Ko'klar bo'lsa olovranglarnikini sindirish bilan ovora, men ko'klarni sindirdim. Amchi u hozir olovranglarnikini sindirdi. Yo'q, men ikkita double kill qilaman shekilli. Obacha, kuchli ishtori ya. Ben kuchi yetmaydi lekin. GG, ikkita komanda, double GG короче. Xullas, blokla olamiz. Mana yo'qolib direkt, o'zim rangimni qo'ymasin. Bu ham bo'lsa, o'zim rangim kulrang, cho'tki rang emas, o'zimga kulrang yoqadi baribir. Ko'k yoqadi, lekin ko'k hisob qilib. Hoppa, meni kravatimni sindirdi Simon deganlar. Demayman bor, hoppa, uni kravatiga ham kiyib qo'ygan ekan. Mana qachon boramiz uni yotog'ini sindiramiz. Gapirgan uzr. Agar hozir o'zini kill qilmasdan, mana shu ba'zida atilib respawn qilmasa o'zini, ulgurishim mumkin. Xullas men uni sindirdim. Endi biz uni qidirib topish qoldi. To'xtaylar birinchi o'yinda o'zimiz ikkita oltin olma olamiz. Va to'xtaylar hozir yana azimiga qo'sam Vine Church olgan bo'lar edi. Hop yig'amiz, hoppa va Vine Churchdan olamiz bo'ldi. To'xtaylar. Men bu olmasni yedirmayman. Jig'imga deyapti shuncha olib qo'yish shuni. Xullas, men unikini sindirdim, kelamiz ham singan, u xos qattiqligini umuman bilmayman, lekin men hozir o'zim bedimga aylanib qaytib keladigan o'xshayman. U atiga shu paytgacha hozir ikkita donagina bed sindirdi. Ikkita adashmasam. Yana bilmadim.
bitta maniki bilan va mana buniki bo'lsa ikkita dona sinadigan bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, 3 ta ekan, adashmabsiz, ko'rasizlar. Mana shu mashinaga qarab ketgan qizil blogidan foydalanib yaramas. Mana o'zini orqasini izini yopib ketish uchun bunaqalarni juda ham yomon ko'raman. Xullas, menimcha mana sentrga borishim holat shekilli. Akib sentrga boraman, obunachilar. Menimcha men sentrga borishim holatda. Negadir men ba'zanda ham yo'q. Bu qaysi ba'zida shuni bilmayapman. Mayli, sentrga borib ko'ramiz, qanaqa yo'q ekan u. Agar topolsam juda ham zo'r bo'lar edi. Xo'sh, qani sentrga boramiz. Xo'p. Qani u qayerda ekan, qidirib ko'ramiz. Tushunmayapman, negadir ko'rmayapman. Qayerda bo'lishi mumkin? Mana allaqachon 16 ta izumrud. Opa, uni ko'rdim. Qayerga qochursan? Yaramas. To'xta, o'zing ba'zenda baribir ko'psan-da, yaramas. O'zim kirdiganman. Mayli. Qani bir boraylik-chi. To'xtaylik, o'zimizga birinchi o'rin to'xtamam aytgancha. Diamond qilich va jetpack radongiri va bitta ender pearl. Bo'ldi, endi biz uni olib boramiz. U shatda o'tiribdi hali ham. Xullas, boramiz. Xo'sh, meni kutayotgan bo'ling, yaramas, yashil. Qani bu yoqqa kecha yaxga. Bashirin deb qo'yaman. Tezing. Ukam shakar uchun ketdi. GG obunachilar. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, rahmat alohida va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yutuqingiz jon.